Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun 2025-yil 22-may sanasida turibmiz. Bu ko'rib turganlaring payvand qilingan. Ko'kka ko'k payvand. Sizlarga hozir ko'rsatadigan uzum navim kelajakda xudo xolasa mevasi ham zo'r pul bo'ladi. Payvand taglilarga ham zo'r bo'ladi. Xullas eng zo'r uzumlardan bittasini sizlarga ko'rsataman. Bu muskat uzum, kexo uzumi. Oldin ham buni mevalarini hammasini ko'rsatganman. Buni payvand qilganmiz. Hozir hayratda qolasiz ko'rib, sizga ko'rsataman. U pastdan payvand qilingan, yerdan bir qarich balandga. Qaranglar, mana ketdi. Mana shu yerdan payvand qilingan mana. Hop. Mana polni mana. Uzoqdan. Hozir mana shu telefondan uncha ko'rmayapti. Taxminan 80-85 sm bo'ldi mana shu. 1 metrga yaqin bo'ldi. Mana bu. Mana u 1 metr ham bo'lib ketdi. Mana shu ko'kka ko'k payvand mana kexo. O'zi ko'rganlar biladi mana. Uchimda qirovga o'xshab turadi, muskat uzum. Hop, kexo uzumi azizlar juda beyor. Kaltay surishi ham mana kaltayda nodani orasini ko'ryapsizlarmi? Bayg bilan bayg orasini. Juda uzun. Rivoji o'ta baland. Buni hali xudo xolasa koberga raqobatdosh bo'ladigan uzum mana shu. Koberni o'rniga payvand tayliklariga ham ishlatilaveradi. O'ta kaltay surishi tez, mevaga tez kiradi, ham kasalliklarga ham chidamli. O'zini mevasi ham borku, o'zini mevasi ham qimmat mevalardan, qimmat uzum turiga kiradi. Hali mevalarni ham ta'mini sizlarga aytaman xudo xolasa mevalar pishgan paytda. Bu ko'kka ko'k payvand. Hozir qora payvandlarimizni mevalarini ham ko'rsataman sizlarga xudo xolasa. Bu qaranglar, nima deyapti? Kexo. Mana juda sog'lom, bunga hech nima sepilmagan mana. Muskat uzum. Mana unisi, bilmayman 1 metr ham bo'lib ketibdi kerak. Mana bo'g'im bilan bo'g'imning orasiga ahamiyat beryapsizlarmi? Uzunligini qaranglar. O'ta uzun. Hozir mana shu 15 sm chiqadi. Mana shu holatda hozir. Payvandning natijasi bu juda katta natija. Sizlarga hozir qora payvandlarimizni ham hali natijalarini ko'rsataman. Qadrdonlar, mana ko'kka qora payvandni hosillarni ko'rsataman. Mana nima deyapti bular? Payvandlar. Azizlar, bitta like bosib qo'yamiz. Sizlarga hozir mana qilgan payvandlarimning natijalarini ko'rsatib boraman. Xudo xolasa, bular kardinal uzumi, ko'kka qora payvand bo'lgan. O'zimiz uchun ulagan, uni oldin ham ko'rsatgandim. Qaranglar, ikkita katta boshda olgan. Bular ham sehosa zo'r uzum, mazasi zo'r. Bu Tojikistondan olib kelib payvand qilganman o'zimiz uchun. Mana buni bir dona mana bittasini olib tashlaymiz, bittasi qoladi. Mana shuni xudo xolasa sal qisqartiramiz, mevasini ozroq qo'yamiz. Bular pishiradi xudo xolasa. O'sha yilda o'zida yeb mazasini va hosilini ko'rishlari mumkin. Ko'kka qora payvand bu. Hozir keyingi nimalarni ham ko'rsataman sizlarga. Mana ular ham, bunisi ham yonidagi. Bu ham ikkita meva bergan. Bittasini olib tashlaymiz, mana qoladi, qisqartiramiz. Uni ham pishib, xudo xolasa, nishonalarini ko'rib, mazasini ko'rib sizlarga ko'rsataman xudo xolasa. Mana bular mevasi zo'r buni ham. Ko'kka qora payvand. Bular hozir salafan turib turadi, keyin sekin tilib qo'yamiz, o'zi yetib birikib chiqib ketadi. Hozir kexolarimizni ham mevalarini ko'rsataman. Bu kardinal uzumi. Sizlar mana payvandimizni meva bermaganlari ham bor mana. Bular oxirida chiqarganlari mana ko'kka qora. Bular ham meva berib qolishi kerak. Xohlasa meva bergani ham ko'p, bermagani ham bitta yarimta bor ekan. Juda sog'lom, chiroyli, xudo xolasa. Buni mana shugacha bo'lgan oraliq mana shu yerdan bayog'ini olib tashladim. Bundan bag'i turaversa ham bo'laveradi endi. Chunki nariga o'rnashib birikib qoldi, xudo xolasa. Mana shu payvandni mana shu yerdan bayog'i tursa bo'laveradi. Payvandgacha bo'lgan joydagi bunaqa chiqqan bachkilarni olib tashlasa bo'laveradi bularni. Bundan bag'i deylar, yangi chiqarganlar endi qolaveradi. Narigilarni ko'rsa, buni keyingisi mana shu 15-20 sm bo'lib turibdi. Ikkita meva bergan bu ham. Bitta, ikkita.
Bular yangili uzumlar, xudo xolasa mevalarni ham ko'rsataman. Bular nishonasini pishiradi. Xudo xolasa. Mana holat mana shular 20 sm dan o'tdi, 25 sm bo'ldi. Eng o'rtachalari, bundan sal kichikroqlari ham bor ekan. Bundan balandlarni ham ko'rsatdim. Hali kexolarni ko'rsataman. Yana tepaga ulanganlarni, pastga ulanganini ko'rsatdim. Hayvonimiz mana natijalari. Azizlar, bitta like bosib kanalni rivoji uchun addeshga qilib qo'yasizlar. Bunaqalarni o'taysa bo'laveradi. Mana uzumni yelkasidan ulaganim bor edi bitta. Mana qaranglar, bu ham meva berdi. Mana yonidan chiqib qolgan yangi novdasiga mana ikkovi ham zo'r rivojlanyapti. Hosil bergan mana. Bu ham chiqib tepaga qarab yuraveradi. Xudo xolasa bu yil nishonalarni ko'rsataman sizlarga. Mana bunaqalarni ularni olib tashlash kerak. Ular olib tashlaymiz. Shunaqa qilib, chiroyli qilib qaralinaveradi mana. Qaranglar, sog'lom, chiroyli mana. Zo'r kaltak suryapti. Mayog'dan bitta eski novda kelgan va maytga payvand qilganman, ko'kka qora. Qaranglar endi buni o'sganini. Mana vashgacha novda surganman. Tepaga ulaganlarimiz ham mevaga yotdi. Xudo xolasa, voshni qaranglar mana voshini. O'ta serhosil zo'r uzun bu ham. 3 vosh sotdi bu. 3 vosh. Buni ham bittasini qo'yamiz, bittasi xudo xolasa pishiradi. Tepaga qilingan payvandlarimiz ham natijalari zo'r, xudo xolasa. Hozir yana keyingilarni ham ko'rsataman. Bu ko'k tepaga ulaganman. Ko'k payvand. Bu meva bergan yo'q. Mana. Endi ko'kka mana qora. Bu kexo. Mana bu gullab meva soldi. Gullab gulini to'kib mevani ko'rsatdi, xudo xolasa. Bu yil nishonalari zo'r bo'lib ko'rinadi. Mana bu o'sganligi 1,5 metr atrofida shunaqa kaltak suribdi. Iloji boricha buni tepadan ko'ra pastga ulagan yaxshi. Boq qiladiganlarga endi buni o'zim uchun ulaganman. Shu boshida ham aytganman, uyimizga o'zim uchun ulaganman. Ularning natijasi zo'r. Pastga ulaganlar bundan ham zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Mana. Bunisi ko'k payvand. Bu ham zo'r novda surgan. Mana bu ham kexo. Keyin mana 1,5 metrdan o'tgan bu ham. 1,5 metr 60 sm shunaqa. Bu ko'kka qora ekan. Buni nishonasi ko'ringan yo'q hozircha. Bu muskat uzum o'ta kaltakni yaxshi suradigan, bo'g'imlar orasiga ahamiyat bersalar ham bo'ladi mana. Ko'kka qora. O'tgan safargi videom ko'rganlar biladi. Mana tuvakchada turibdi deb ko'rsatganman. O'tgan safar ham nomini kim biladi deb aytib o'tganimda ko'pchilik kommentariyaga o'z fikrini bildirdi. Mana bu pushtiroq bo'ladi. Ahamiyat beryapsizlarmi? Pushtiroq bo'ladi. Buni javobini o'zim shu videoda aytib o'tib ketaman. Bu Rubiraman uzumi. Rubiraman serhosilligi bo'yicha ham, keyin mazasi bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham eng oldi qatorlarda turadigan qimmatbaho uzum hisoblanadi. Buni o'sha iskana payvand qilganmiz. Xudo xolasa mana bu yil tokka chiqadigan. 1,5 metrdan oshiq bo'ldi uning ham natijalari. Bu hali meva bergan yo'q. Nasib bo'lsa bu yil, bo'lmasam kelasi yilga meva beradi, xudo xolasa. Ahamiyat beryapsizlarmi? Rubiraman o'zi qizil uzum bo'ladi. Shuning uchun bir qaranglar, bargining uchida ham qizg'ish nimasi bor. Yayilgandan keyin bargi yayilganda sekin-sekin o'sha ranglar yashil tusga kiradi, xudo xolasa mana. Ko'ryapsizmi? Buni nomi Rubiraman uzumi. Eng qimmat uzumlarda oldi qatorda turadi desa ham bo'laveradi. Buni ham xudo xolasa ko'paytirib, ko'chatlarni xalqimizga arzonroq qilib sotamiz. Hali xudo xolasa ko'payib qolsa o'zimizda. Bu uzumlarimni ham ko'rsatgan edim. Ko'chat bular. Yangi bu yilgi mana qalamchadan ko'paytirilgan ko'chat
buni sotdik biz sheriklarini. Shunaqa uzumlarni. Biz uzumlarimiz hozirgi holati shunaqa holatda mana 30-35 santimetrgacha o'sdi mana. Mana shu yerdan bag'i yerga kelgandan keyin yangi surgan novdasi. Bizlar namligini bir xilda ushlab turilibdi mana. Bat kun yaxshi tushadigan joy. Namligini bir xilda ushlab turibdi. Asosan tagiga torf bilan ekkanman. Torfni ko'pchilik biladi, bilmaydiganlarga bu daraxtlarda chirindisi eng ozuqaga boy Rossiyadan keladi. Torf narxi ozroq qimmatroq, yani Biagomsga nisbatan imkoniyati bu borlar shunaqa torf olib torfga eksalaring juda effekti zo'r bo'ladi. Biagomsga nisbatan. Torf yo'q bo'lsa, Biagoms o'zi ozuqani eng zo'ri. Mana sizlar ko'rsatlarimiz bular ham sal-sal yurishni boshladi endi xolasa. Azizlar bizni kuzatib boringlar. Azizlar mana oxirgi payvandini ham ko'rsataman. Oxirgi bordik. Bu ham gullab mevani tugishni boshladi. Guldan chiqib mevaga kirdi xolasa. Ularda o'sha aytib o'tib ketganimdek hosillarni bu yil ko'ramiz. Yeb mazasini sizlarga aytamiz qanaqaligini xolasa. Buni ham kaltay surgani shu 60 santimetrcha bor. 60-70 ham chiqsa kerak bu. Zo'r kaltay suradi Kexo. Kexoda hali kelajakda sizlar payvandtayliklarga ishlatib sizlarga ko'chatlarni zo'rlarni qilib chiqaramiz. Ham o'zi serhosil zo'r uzum, ham buni payvandtaylik koberlarni o'rniga ishlatamiz bularni xolasa. Koberga bemalol raqobat qilaveradigan, yonidan chiqqan taqdirda ham buni mevasi ulagan mevangizdan kam bo'lmaydi. Mazasi ham zo'r, sifati ham, narxi ham zo'r bo'ladi xolasa. Azizlar, sog' bo'linglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib ketamiz. Bitta like bosib, kanalni podpishka qilamiz, xohlasa. Azizlar, bizni kuzatib borasizlar. Keyin yana sizlarga foydali, chiroyli videolarni biz chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.